Assalomu alaykum hurmatli popliklar va shahrimiz mehmonlari. 27-aprel sanasi kech soat 17:30 da sizlar uchun xudo xolasa shou konsert uyushtirganmiz. Konsertda barcha-barchalarni kutamiz. Kelsanglar xursand bo'lamiz. Sizlarga eng zo'r pozitiv kayfiyatlarni ulashga harakat qilamiz. Obbo, yana shu bir nimalar boshlab yuradi. Nima qilyapsiz endi aka? Qayerga borsam siz bundoq chiqib kelavergansizlar. Muhammad Ali yana sizmi? Charchamayapsizmi? Nima gaplar? 27-ga konsert uyushtirib qo'ydik xudo xolasa. Volidam restorani hovlisida, asfalti bo'yida mana bu stollarni qo'yib, chiroyli joylar qilinadi opajonlarimiz uchun, onajonlarimiz uchun, bolajonlarimiz, yoshlar albatta mana bu yoqdan bemalol tomosha qilishlari mumkin. Konsertga sirli san'atkorlarni taklif qilamiz. Xullas, konsert bomba bo'ladi, cho'tki qilib o'tkazdiramiz. Bombani aqchasi qanaqa bo'ladi, aqchasi? Qanaqa aqcha? Muhammad Ali konsert mutlaqo bepul. Mana katta ko'chada hovlida qilyapmiz. Volidam restorani ichkarisida qilganmiz. Biz faqat xalqimiz uchun ishlaymiz. Faqat konsertdagi meni shunda? Yo'q, konsertdagi undan tashqari sirli qiziqarli sovg'alar, tadbirlar, konkurslar, eng asosiysi mutlaqo bepulga Volidam restorani xodim va xodimalari tomonidan muzqaymoqlar ham tekin tarqatiladi. Qancha bo'ladimi? Shetami? Mana shu yerda tarqatiladi. Qonyaptimi sizga? Kelaverasiz vaqtingiz bo'lsa. Aytmoqchi, vaqtingiz bo'lsa shuni syomkasini qilib bermaysizmi? O'zingiz cho'tki qilib 7-studiya baribir nomerading bilamiz. Olib berasiz o'zingiz syomkasini chiroyli qilib. Volidam restoranida barcha-barchalarni kutamiz. 27-aprel kech soat 17:30 da barcha-barchalarni kutib qolamiz. Sirli san'atkorlar kim deysizmi? Keling, o'zingizga guvohga aylanasiz. Sizlarni yaxshi ko'rasiz, har doimgidek a'lo bo'ladi.